Yo'q, xudo xolasa bir где-то 100 ga borib 6 oy ishlab ham beramiz. Kachествоsi zo'r kerakmi? Jaydarisi kerakmi? Asamani maslahat beraman. 1 yil kafolati bilan xudo xolasa olsangiz maza qilib ishlatasiz. 3 million so'mga qilib beraman. Ikkita Markor, bitta ocharni bonusga qilib beraman. Bular endi boshqacha komplekt bo'ldi. Sizga kerak bo'ladigan Markor, ochar kerak bo'ladi adashmasam. 3 million so'mga 1 yil kafolati bilan mana shuni oling, baraka topasiz. Qaysi Markor qani? Markor mana. Hozir ko'rsin. Shundan ekan. Mana. Bu Markor juda ham kerak bo'ladigan narsa. Mana shu. Buni hozir yana batafsil tushuntirib beraman. Qarang. Markor bo'ladigan bo'lsa ikkita qo'lni mana bu yerga ham urmaydi, birinchi plyusi. Ikkinchi plyusi yerga yaxshiroq botadi. Uchinchi plyusi motoblok freza haydab chetga chiqarib tashlamaydi yirik qilib. Maydaroq o'rtasida qoladi. Konkretni maydaroq qimoq haydaydi. Hech ham chizib ketadi ishlagan joyi. Markorning foydasi ko'p. Buni ham donasi 100 ming so'mdan 200 ming so'm pul bo'ladi. Bitta ocharimizdan 150 ming so'm. 3 millionga sizga hammasini ichida qilib beraman. 1 yil kafolati bilan. Keling. Qaysi bilan? Hozir ocharni ko'rsataman. Qaysi matrikulda bo'lyapti? Asama matrikulyator bo'lyapti. Hozir ochar olib beraman. 4 qatordan 8 qator frezasini ham beramiz. 1 yil garantiyasini ham beramiz. Benzinchi. Ha? Benzin de. Yo'q, xudo xolasa bir где-то 100 ga borib 6 oy ishlab ham beramiz. Jiyanim. Jiyanim bo'lmasa bo'lmaydi. 6 oy ishlab ham beramiz. Yo'q, o'zi. Mijozlarga faqat shu narsa qoldi, uyga borib 6 oy ishlab bermaganimiz qoldi. Bo'ldi, ishlab beramiz. Jiyanim o'zimizdan ekan. Shunday. Anaqani berasiz, garantiyasini berasiz. 1 yil garantiya. O'zingizkini ham. Bo'ldi. Qarang, agar siz bular nima qildi? Bular ochar-pochar Markor kerak emas dedi. Motoblok faqat temir balon oldi bular. Ochar-pocharim bor dedi. Ha, bularga 3 million 100 ming so'm qilib berdim. 3 million 100 ming so'm qilib berdim. Temir baloni motoblok bilan. Xolasangiz o'sha narxda sizga ham qilib beramiz. Temir blok, motoblok. Motoblok, temir balon, ikkalasi faqat. Mana bular boshqa narsa olmadi-da. Markor, ochar-pochar olmadi. To'g'ri. Faqat narsasini oldim. Xullas kelishaverasa nima kerak bo'lsa, Sizga qaysi variant? U variantdan bu variantda qilib bering. ochar kerakmi? Lekin mana bu agar sizga kerak narsa. Qanday berasiz bizga? Bo'ldi. Bu kerak deyapti. Bema degan brend. Mana shu kerak. Tanang. Hozir. Bo'ldi. Aka, qarang, bir komplekt moyga pul bering, 90 ming so'm bo'ladi. Hozir olib kelib turaveramiz. Moyda bir komplektga. Hamma pul beradi, o'zida ketadigan narsa. Bir yilda bir marta almashtirasiz korobka moyini, motor moyini, uni tushuntirib beramiz yana. Bu yaxshimi? Bema yaxshimi? Vema bularning ichida eng qimmati. Vemani xuddi mana shunaqa Sastenadagi motokultivator 6,5 million so'm bo'ladi. Ha, unda mana shuni oling. Ha, olib boring. Xudo xolasa 3 yil, 4 yil bezimot bezinchi ishlatasiz. Men aytganda ishlatsangiz yozib beraman, tushuntirib beramiz. Shu yerda yigitlarimiz Xudo xolasa ichingizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Siz hamyonbop narsani oling, maza qilib ishlating. Hozir men aytaman. Yo'q, samandar. O. Hozir biz ana uni yog'ni ham ichida qilib qo'yinglar. Yo'q, aka hech kimga yog' bermayman men. Men qarang, bizga beriladigan narsa, biz o'z Markor menimcha bizga kerak emas. Chunki Qarang, bitta ish qilaylik. ishlatganini ko'rsatmadim. Ana qo'shimcha bor-ku, temir balonni qilaveramiz. Hozir как раз moyga bir kishi ketyapti. Moy olib kelib tursin. Kuyaylik, tekshiraveraylik. Hech kimga liboyni ochaman, ichidan nima chiqsa sizga korobka moy chiqsa, agar korobkaning ichidan hozir moy pulingizni qaytarib beraman. 90 ming so'm bering, moyni olib kelib turaveraylik, masala yo'q. Aka, moyga pul berdilaringizmi? Moyga pul berdilaringizmi? Nech puldan berdilaringiz? 80 dan 190 ming, 180 ming berdim. 92 ta oldilaringiz. Sizdan oldingizlar ham moyga pul berdi, ko'rdilaringmi? Hamma moyga pul beradi. Men misol Dishovka moyda mana deb qo'yib beraman, hozir 30 ming bo'ladi bir komplekt, 40 ming bo'ladi. Qilay qana, bizga borib 6 oy berib ishlab bermaysizda, shu o'zingiz Bo'ladi. Mijozlarga hazil huzurlar mana shunday ish bo'laveradi. Biz o'zimizni katta olmaymiz. Kelaverasizlar, ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Mahsulotlarni narxlari ma'qul kelyaptimi sizga? Yo'q, ma'qul kelyapti. Ayting, ana o'shan rozi bo'ling o'shanga. Yo'q, hammasini tushunib berdim. Hammasini tushunib berdim. Ha, Samandar, ha. Ismim Samandar. O'zim 2001-yil bolaman, shu korxonaning egasiman. Shu yerdamiz, elda xizmat qilgan odammiz. Joni sog' bo'lsin. Shu bolaning nomidan chiqqan ekan. Senga rivoj. Aytganingiz kelsin. Sizlarga yaxshi mahsulot qilib beramiz. Sizlardan duo eshitsak shuni. Birinchi ayting. Hali qorani olib qo'ydingmi? Ha, olib qo'ydim. Qarang, bizga mana menimcha mana kerak bo'lmasa. Xuddi bularnikidaqa komplekt qilib beraman, 3 million 100 ming bering, bo'ldi. Mana. Temir balon, motoblok bo'ldi. 3 million 200 ga aylanib ketyapti. Ha, bularga ham shunday aylanadi. Hammaga aka. 90 mingdan o'zi moyiga. Va katta motoblok olganlar 300-400 ming moyga pul beryapti, aka.
120 130 ming pul beradi katta matta blok olganda. Shunaqa bo'lyapti. Yo'q, bizga ham markor kerak emas-da bizga. Shuni bularga ham marko bermaganman. Emas deb anaqasini oldiga deyapman. O, temir. Bularga ham matta blok temir balon bo'ldi. Mana o'zi kerak. Aka nima qilasiz o'ylanib, uylanmayapsiz, bir 50 ming dollarga uy joy olmayapsiz, arzimagan narsalar bosish kerak bo'ldi. Marko uylanmoqchidirman. Ha, tushunganmi? Mana ikkita qop shuni aylantirib o'tmoqchi. Yo'q, anaqa. Samandar aniqlaydi. Aka boshqa narsa qila olmayman. Anaqa bo'ladigan. Mayli. 2 million 600 mingdan 5 xil matta blogim bor. Shuni ko'rsatsin bo'lmasa. Yo'q. Buni bir so'm o'tib bera olmayman lekin, jon aka. Hozir kelganim bor, toza 3 million pul olib kelgan. Yo'q, aka. Ay 200 ming so'm kinoimga siz kartasidan 10 million pulda 200 ming kamaysa hech narsa qilmay tashlab olsa men karta beraman. Bo'laveradi. Bo'ladi. Yana o'zimizdan ekan. O'zimizdan Yaxshi bo'ladi. Shunaqa qildim, karta yetmadi, 100 ming karta to'lab oldim. 200 ming yetmadi, kartadan to'lab yuring bu. Aka, qo'limizdan kelgan narsani qilib beryapmiz. Sizga ha mayli ekan deb pulini darog'ini bermayapmiz. Sifatli narsani tavsiya qilib, sifatli narsani oling. 100 ming, 200 mingga unaqa deb ko'p gapirish kerak emas. Bosish kerak bo'ldi. Ko'p gapirmaydigan bo'lsa 100 ming tashlaydi. Gapirmayman, men nega gapiraman? Yo'q. Prosta siz o'ylanmay yaxshi narsa olyapsiz demoqchiman. Teshkani ketgan. Nima gap? Temir diskam teshilmagan ekan. Ha, teshilgan. Nima bo'ldi? Nechtalik oladigan bo'ldinglar aka? 7 salik asamanni temir diskasi bilan 3 million 100 ming qilib berdim. O'sha Aka, kelishtirib beringlar. 3 million 100 ming. Rostaniga mana. ha, bular Yo'q, yog'ini aka. Bular ham sotib oladi, hamma sotib oladi yog'ini. Nima gap, og'a? Nima bo'lyapti? Kelisholmayapsiz-ku 100 ming. Arzonni qilib beray bo'lmasa, mana King Max'dan qilib beray. Ular baraka bersin, ular bo'ldi, baraka bo'ldim aka. Aka hali o'ylanyapti. Aka o'ylanib olsin. Biz savdoni davom ettiramiz. Endi bular o'ylanyapti. Bular bilan ozgina gaplashaylik. Nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi shu. Ya, u narx zo'r qilib berdim. Narx-navodan tushilmaydi, tovarga javob beraman. Bonuslarni qilib beraman dedim. Boshqa qiynamang. Sal uchirsak Yo'q, uchirib berdim. Yo'q, uchirib yenidan bo'yidan kesib tashlaganimizdan keyin yana uchirib berdim. Yaxshilab kesib ko'rish. Yo'q, boshqa narsa qilmang. Xohlasangiz mayli, 5,5 million bering, qizil freza beraman. Kobrani qizildan beraman. Ha, 5,5 million mana deb beraman. Yo'q. Shuncha bergan joyga. 5 million 600 ming so'm bering, mana zo'r bo'ldi. Valla videoga bitta baraka berib keting, baraka. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Ma'qul. Baraka bo'ldi. Akamizga Baraka 6 oy ishlab berishi bilan. bo'ldi. 6 oy borib ishlab ham beramiz. Shunaqa bo'ladi. Nima bo'ldi? 6 oy ishlab berishi bilan baraka bo'ldi. Yangi kompyuter zamonda. Mana gapiring. Bo'ldi. Yig'ib kelmay, bolalaring kelmagan. Qarang. Yig'ib oldim ikkita. 100 ming bo'ldi bu. Xo'p şey. Men sotib qo'yaman. Baraka bering endi aka. Sizga qo'yib beraman. Akalarga kelishtirib beryapmiz. Akalar prosta narx-navoni kelishtirib berib, chiroyli qilib berib, hamma navorotlarigacha qilib bersam ham yana tushib bering deyapti. Akalarga prosta men arzon mahsulot olmasin deb motobloklarning ichidan nomeradini Asamanni tavsiya qilyapmiz. Mana Asaman motobloklarimiz. Bularning ichida hozir nomeradini. Bu yoqda ham mana savdo bo'ldi, bularga ham savdo bo'ldi. Mana bularga ham ketyapti. Hamma Asaman olyapti. Sizlar ham kelaveringlar. Asaman motobloklarni olsalaringiz, xudo xolasa, agar instruksiyasi bo'yicha ishlatsangiz, avvalambor xudo, bir 2 yil, 3 yil benzinchi ishlatasiz. Bu motokultivatorlarning boshqa motokultivatorlardan farqi chidamliligi bo'yicha, sifati bo'yicha, misol vesi bo'yicha ham boshqa motokultivatorlardan ustun. Asaman nomerading. Yasha. Nima deysiz? Bo'ldimi, bosamizmi? Yashang. Ha, Bunisi nomer nechi bunisi? Ha? bosishga Qaysi bosamiz. bo'lsa nomer. Sizga ham 3-7 taqib beraman. 3-7 3tasidan taqamiz akaga. Toshkent oblast 3-7 3ta kimda? Akamiz siz mashinaga taqsangiz, bular hozir motoblokka taqib ketishadi endi. Nima bo'ldi aka? O'ylanmaymiz, netmaymiz, bosamiz. To'ris. Yo'q. 5600 zo'r narx bo'ldi. Bosamiz degancha Yo'q. To'ris bo'lsa bo'lmasa Menga qarang. Menga qarang. Shu 200 ming so'm pulga qiynalib qolmaysiz-ku. Sizlar ham qiynalmang, shuncha narsa sotayotgan joyga. Bering. Gagaringa mana akalarimiz qo'ymadi. 5 million 400 ming so'mga motokultivatorning erkagini kobra pichog'i bilan qilib berdik.
1 yil servis kafolati bilan. Aka, narx-navo ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, Aka, ma'qul. narxi Yashang. Ma'qul, ma'qul. To'g'ri, qayerdan Ma'qul, keldingiz? ma'qul. Og'ayim bo'lib qolaylik. Gapirib Sizga olamiz. Jizzax, borganda. Mirzacho'l. Jizzax Mirzacho'l. Qanaqa motoblok oldingiz? Ot kuchi. 9 ot kuch. Qanaqa firmanikini oldingiz? Ataman. Asaman. 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 Asaman motoblok. O'zlaringizga yoqdi, emas? Yaxshi bo'ladi. Akalarimiz ishlarni mana chiroyli qilib bitirdik. Sizlar ham kelaveringlar do'konimizga. Mahsulotlarni zo'r narxda qilib beramiz, sifatlisini qilib beramiz. 1 yil kafolati bilan qilib beramiz. Bir tog'a endi duo qilib yuborasiz do'konimizni rivoji uchun. Ya, hamisha savdolarınızı versin. Allah o'zi omadlaringni bersin, avalim sotqanim. Allohu akbar. Ishlatgan ham, sotgan ham baraka topsin. Ro'ksunga kelaverasizlar, Ro'ksun xalq xizmatida.